Assalomu alaykum kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Xo'p, bizda bir yangilik bor. Xudo xohlasa, yoritish chiroqlaridan to'g'ri foydalanish maqsadida bir akamiz taklif qilganmiz. Bular aynan yoritish chiroqlari bo'yicha va qonuniy bilimga juda kuchli bilimga ega akamiz. Begist akamiz taklif qilganmiz. Assalomu alaykum aka. Xush kelibsiz aka yonimizga. Xo'p, aka, hozirgi kunda eng katta muammo ledlar yoritish bo'yicha muammolar bo'lyapti. Yoki ko'p jarimaga tushyapti. Aynan asosiy sabablar nimada bo'ylaysiz aka? Endi eng asosiysi, endi bizning suhbatimiz avvalambor samimiy, to'g'risi bizlar mana shu haydovchilarga manfaatli bo'lgan ma'lumotlarni yetkazish maqsadida mana shunday hozir Azamat bilan o'tirib suhbatlashib o'tirgan edik. Asosan mana shu chiroqlarni tartibga solinmagan holatda o'rnatish. Mana ko'ryapsiz, to'g'ridan to'g'ri mana bu lampalarni agar hozir o'rnatsangiz, u tartibga solinmagan. Endi avvalambor yo'l harakat qoidalarining 3-ilovasi bor. O'sha 3-ilovasida yoritish chiroqlari to'g'risida aytib o'tilgan. Mana shu chiroqlar talab darajasida degan gapni ko'plar ishlatadi. Bilasiz, yo'l patrul xizmat xodimlari talab darajasida emas deydi. Mana shu talab darajasida bo'lish, mana shu aynan linza bo'lishi, mana ko'ryapsiz, reflektor bo'lishi, demak sovutkichi bo'lishi. Endi bu tushunib turibsiz, bu LED ga borib taqalyapti. Shuning uchun yo'l harakat qoidalarida LED degan tushuncha yo'q, faqatgina nurlarni tartibli bo'lishi va tartibsiz bo'lishi. Agar nurlar mana shu bilet kabi tartibli bo'lsa, demak ular talab darajasida bo'ldi. Juda ham yaxshi. Mohiyat shu. Asosiysi tartibga solingan bo'lishi kerak bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. Ma'lumoti juda foydali bo'ldi. Xudo xohlasa, bizni kuzatib boruvchi ham YouTube'da ham Instagramda, xudo xohlasa shu videoni keng tarqatish uchun like bosib qo'yasizlar, bizga obuna bo'lasizlar, bizga ham Beyzdagi jamoatchilik nazorat kanaliga obuna bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, o'zlaringga taqdir. Albatta, haydovchilar uchun kelgusida yana mana shu lampalar haqida, chiroqlar haqida, nurlar haqida biz foydali, manfaatli ma'lumotlarni aytib boramiz.